Assalomu alaykum do'stlar. Mana juda ko'pchilik Ramazon oyiga nimalaringiz bor deb so'rashyapti. Bizda super go'shtimiz bor, rulet qilib o'ralgan. Keyin induk go'shti bor. Kurka go'shtini rulet qilib lahm holatda chiqaramiz. Oqsilga boy bo'ladi. Til ruletlarimiz bor. Ota-onalar uchun odamlar Ramazon oyiga iftorlikka olishyapti. Mana iftorlik uchun shikolatlarimiz bor. Mana o'zimiz uy sharoitida tayyorlaganmiz. Buni ichiga nima yoq qo'shiladi deganlarga o'zimiz tabiiy slichni chiqaramiz. Uy qaymog'idan slichnidan qo'shiladi. Bu slichni ham sotuvda bor. Quvvat aralashmamiz bor. Mana bir akamiz ota-onalar uchun hammasidan zakaz bergan. Mana o'zimga tayyorlayapmiz. Til rulet, induk rulet, super zakaz qilgan. Quvvat doridan ikkita zakaz qilishgan. Bunga slichni masalamizdan bor. Keyin ikkita shikolat ham zakaz berishgan. Bemalol sizlar ham murojaat qilishingiz mumkin. Sizlarga ham chiroyli qilib yetkazib beramiz. Mana bir komplekt bu. Alloh rozi bo'lsin, ota-onalarimiz juda ham duolarni olishni xohlagan ekan, biz tayyorlab beryapmiz.